Aziz do'stlar, avval biza olgan kontentimiz, ya'ni o'g'il bolalarda lazer yordamida xatna qilish yoki sunnat qilish mavzusida natijalarini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu mavzu bo'yicha juda ham ko'p izohlar qoldirishdi bizni hamkasblar, mutaxassislar va kuzatuvchilar tomonidan, lekin bu mavzu o'zini tasdig'ini topgani yo'q. Shu maqsadda bu kontentni qo'shimcha javoblar bilan to'ldirib va umumiy ma'lumotlarni berib o'tamiz. Boshida aytib o'tganimizdek, xalq ichida juda ham mashhur lazer yordamida xatna qilish. Bu mavzu bo'yicha qoldirilgan izohlarni, natijalarini aytib o'tadigan bo'lsak, u yerda bir necha usullar, bir necha holatlar haqida aytib o'tilgan. Lekin bu mavzu haqida ma'lumotlar isbotlangan tibbiyotda mavjud emas. Mavjud faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda. Shu sababli yana bir marotaba bu narsa haqida aytib o'tmoqchiman. Ya'ni lazerli xatna qilish, sunnat qilish bu mavjud emas. Aytib o'tganimizdek, lazer bor, faqatgina u boshqa jarrohlik muolajalari uchun ishlatiladi.